Buni tayyorlaganingizdan keyin somsaga qayrilib ham qaramaysiz. Xamiri dumaloq yoyishim kerak deb o'ylanib ham o'tirmaysiz. Idishga oddiygina suv, tuz va elangan unni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Biroz tindirib keyin yoyamiz. Shaklini umuman ahamiyati yo'q. Yoyilgan xamirga esa xohishga ko'ra masilkaning saryog'i yoki saryog' damli margarinini eritib suramiz. Men bu safar saryog'dan foydalandim. Ko'rib turganingizdek saryog'i biroz qotib-olgandan keyin xamirni ikkita tomonini o'rtaga olib kelamiz. Ustidan saryog' surib yana buklaymiz. Har buklaganingizda saryog' surib biroz qotishini kutish esingizdan chiqmasin. Bugunoq tayyorlamoqchi bo'lsangiz, nachinkasi pishguncha xamirni salofanga o'rab xolodilnikka qo'yib turing. Bugun emas, ertaga yoki bir haftadan keyin tayyorlayman desiz, morosilkaga qo'yib qo'ying. Bir oygacha bemalol turadi. Shu xamirimiz bu yegulikni 3 marta tayyorlashga yetadi. Juda ham barakali bo'ladi. Xamirni 3dan 1 qismini kesib oldim, uni o'rtasidan bo'lib yoydim. Birinchi xamirni o'rtasiga va chekkalariga suv suramiz. Ustidan nachinkani solib, menga o'xshab ikkinchi xamiri yopib bo'lib, sir solish esingizga tushib qolsa, yana qaytadan ochib sirini sovoring. O'rtasi va chekkalarini yaxshilab yopib, ustini xuddi shu ko'rinishda kesib, oddiygina suv surib, kunjut sepib 200 darajada pishirib olamiz va duolarni tagida qolamiz. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga, meni qidirib qolmaslik uchun like bosib saqlab oling va menga obuna bo'ling.